Bu hayotga tayyormisiz? Tayyorman. O'zingizni tanishtiring. Ismingiz? Ismingiz? Sharqu. Ahmedova Nodira. Qayerdansiz? Toshkentdan. Toshkentdan. Hozirgi paytda ajrimlar ko'payib ketyapti. Nima sabab deb o'ylaysiz? Nima sabab? Aha. Yoshlarning hayotga yengil qarashi, besabrligi, shukri yo'ligi, kelajakni o'ylamasligi. Asosan sababi shu. Shukr bo'lsa inson sabr qiladi. Bir-birini tushishga harakat qiladi. Darrov ajrashmasdan bir-biri bilan gaplashib oladi. Nima haqida problema yoshlarning orasida. Gaplashib olsa, darrov borib ajrashmasdan. Yoki bo'lmasa sabr yo'q. Mo'riyaga boraman deydi. Ota-onalar shu narsani yo'lini ko'rsatsa-chi, ota-onalar ko'rsatib shu yo'l yo'rig'ini. Ota-onalar ko'rsatsa yaxshi-ku-ya, quloq solish kerak-da. Yoshlarni ko'p quloq solmaydi ota-onaning nasihatiga. Oladigani bor, olmaydigani bor. Tushunasizmi? Tushunaman. Lekin biz ham yosh bo'lganmiz, biz ham quloq solmaganmiz, lekin shu yo'l yo'rig'iga barib bizani tushirishgan. Hozir nima farqi bor hozirgi yoshlar bilan oldingi yoshlarni? Farqi juda katta. Farqi juda katta. Birinchidan qaynanalarning o'zini tarbiyalash kerak, ko'pini. To'g'ri talab qilish kerak. Ularni yoshida bo'lgani hozirgi yoshlarga ko'nmaydi unaqa sharoitga. Masalan, bizani. Meni o'zim ham kelinim bor, alhamdulillah, Xudoga shukr. Qaynanada ham gap ko'p-da. Qaynana ham kelinlarni tushunish kerak, hurmat qilish kerak. Как личность надо принимать. U xizmatkor emas yoki bo'lmasa sizni hamma narsangizni hojatingizni chiqaradigan emas. U ham inson. Bolali bo'ladi, eriga qarash kerak, katta talablar qo'yish kerak emas. Qaynanalar yoshlarni yashashga qo'yib berish kerak, qaynatalar. Tushunasizmi? Tushunaman. Alohida yashashigami yo birga yashash kerakmi? O'zi bizani o'zbekchilikda ayniqsa bitta o'g'il bo'lsa, ota-onasi bilan yashaydi, bilasiz. Men bu yerda birga yashash emas. Hamma problemada gaplashib olish kerak. Qaynanalar tushunish kerak yoshlarni. Masalan, kattalar. Yoshlar hurmat qilish kerak ota-onani. Jim ketsa bo'ldi gap qaytarmasdan. Yoki bo'lmasa, hozirgi zamon 21-asr juda ham zamonaviy zamon bo'lib ketdi-yu, ko'p narsani xohlaydi-da. Kimda sharoit bor, kimda yo'q. Havas qilurishadi birovga. Har yili 5 martadan chet elga chiqqaniga. Shundan janjal bo'ladi. Mashina olib ber deydi, shundan bo'ladi. Qaynana bo'lsa, nima olib berar ekansan, menga olib ber deydi. Понимаете? Hamma narsa shu yerda. Men aytamanki, meni o'zimning fikrim. Kerak paytda ko'r bo'lish kerak. Bir xil payt kar bo'lish kerak. Bir xil payt chakagini o'chirish kerak. Yoshlar ham, kattalar ham. YouTube'da chiqarsangiz o'ldiraman sizni.